Kimga kartrij kerak? Qancha kerak? Olinglar. Yangi yil arafasida dollar tushgan munosabati bilan kartrijdagi katta aksiya va skidka qilib tashladik. Qancha kerak? Kartrijlar 1 metrlik, 50 santimetrlik, 25 santimetrlik PP kartrijlar, STO, UDF hammasini operator yaqinroqqa ko'rsataman. Mana bu yerda ham bor. Kstati, kullarimiz ham bor ekan. Xo'p, mana kartrijlarni har xili. 25 santimetrlik kartrijlarimiz oldin Optimga 12 ming sotilgan, 10 mingdan beri yuboramiz. UDF ko'mirlik, STO ko'mirlik kartrijlarimizni har bittasini Optimga 20 ming so'mdan beramiz. 50 santimetrlik PP kartrijlarimizni oldin donasini 30 ming so'mdan sotganmiz. Endi 25 ming so'mdan beraveramiz. O'sha aytganimizda yangi yil arafasi va dollar tushgan munosabati bilan. Xo'p, yiqilib ketdi, mayli ko'pligidan. STO 50 santimetrlik, UDF 50 santimetrlik 50 ming so'mdan. STO, UDF filtrlarimiz hammasi 150 mingdan sotilgan, 130 mingdan beramiz. Jumbo kartrijlarimiz 80 ming so'mdan beramiz. Mana bu 1 metrlik kartrijlarimizni oldin 50 ming so'mdan sotganmiz. Bugungi kunda 45 ming ham emas, 40 mingdan beramiz. Mana sizlarga aksiya, mana skidka sizlarga. Kimga kim kartrijlarda karta partiya olaman desa, Optim olaman desa, Atlan Fortunaga murojaat qiling. Bizda kartrijlarning soni cheklanmagan holda. Yangi yil arafasida dollar tushgan munosabat bilan juda katta aksiya e'lon qildik.